Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Asinxron motorlarni chastotnik orqali tarmoqqa ulash va shuni yordamida ba'zi texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish, optimallashtirish haqida bo'layotgan turkum darslarimiz davom etadi. Bugungi suhbatimiz chastotnikni funksional chiqishlaridan biri bo'lgan mana bu terminaldagi demak relayli chiqish, relay output deydi. Mana shu relayli chiqish haqida bo'ladi. Relayli chiqish deganda bu yerda o'sha suxoy kontakt deymiz, bitta umumiy com, bitta normal closed, bitta normal open kontakti nazarda tutilyapti. Analogli mana demak U-Power chastotligida bu umumiysi TB, TA, TC mana shu 3 ta kontakt haqida chiqish haqida gap ketyapti. Zavod nastroykasida, zavoddan chiqishida bu nimaga nastroyka qilingan bo'ladi? Chastotnik ishga tushdiga sozlangan bo'ladi. Nastroyka по умолчанию. Mana shuni vizualizatsiyasi uchun bir indikatorni ulab qo'ydim. Mana hozir demak startni bosaman. Mana chastotnik ishga tushganda xabar berdi bizga. O'chirganimda mana o'chdi. Zavodskiy shunaqa nastroykada turgan bo'ladi. Lekin buni aynan qaysi voqeaga bog'lab qo'yish, mana shuni qaysi voqeaga bog'lab qo'yish bu bizning ixtiyorimizda. Mana demak instruksiyasiga murojaat qiladigan bo'lsak, bu F1 08-gruppa ekan, mana F1 08 mana shu relay 1ni, ya'ni relay chiqishi demoqchi. Relay chiqishini qaysi voqeaga bog'lab qo'yasan deb o'zimizga havola qilyapti. Mana 27 ta pozitsiya bo'yicha voqealarga bog'lab qo'yishimiz mumkin ekan. Заводской настройкасы birda turadi, ya'ni частотный преобразователь работает. Работada turibdi. Xohlasam mana 2 ga qo'ysam agar ошибка частотного преобразователя deyapti, ya'ni errorlar chiqadi-yu, mana перегруз bo'lishi mumkin, bitta faza yo'qolgan bo'lishi mumkin va hokazo. Bu error chiqib ошибкаga tushib o'chib qolganini mana shu relay chiqishiga bog'lab qo'yishimiz mumkin va unga bitta signalli lampochkami, zvonokmi, sirenami ulab qo'ysak nima bo'ladi? Masalan, ishlab chiqarish sexi, shovqin, stanoklar ishlab yotibdi va bizga muhim bo'lgan bitta dvigatel o'chib qoldi. Chastotnik orqali ishlayotgan dvigatel o'chib qoldi. Bu shunaqangi muhimki, biz uni o'chib qolishi bilan bilishimiz kerak. Va keyin u konveyerlar to'xtab qolib, bir katta talafotlar yetib, mahsulot birak chiqib ketgandan keyin borib, qaranglarchi nima bo'ldi deb bu masterlar borib shitni oldiga borib yoki shitni ichini ochib ошибкаdan o'chib qopti-ku bu deb bilgunicha ancha talafot yetadi ba'zi ishlab chiqarishlarda. Shuni nima uzoqdan turib, demak katta lampochkaga ulab qo'ygan bo'lsa yo sirenaga ulab qo'ygan bo'lsa, birdan ovoz chiqadi-da. Va hamma o'sha shovqin bo'lsa ham eshitadigan darajadagi sirena bo'lsa, nima deydi? Zudlik bilan borib aniqlaydi. O'shani eshitsa boq aniqlaydi. Qara deydi, boyagi motor o'chib qoldi. Mana avariyalarga bog'lab qo'yishimiz mumkin ekan buni. Va yana nima? Sekin bir оборотni ko'tarishga sozlab qo'yilgan bo'lsa, bo'ldi. Оборот maksimumga chiqdiga bog'lab qo'yishimiz mumkin ekan agar F1 08 parametrini 4 ga qo'ysak. Va hokazo bu yerda mana bizga bu yerda eng qulaylaridan biri mana 11-punkti. Agar F1 08 ni 11 ga qo'ysak, chastota biz belgilagan chastotaga chiqdi deganda nima? Signal yonadi. Mana bu qatta muhim. Keling buni hozir qilib ko'ringlar, realna. Demak F1 08 заводской настройкада birda turadi. Mana bosamiz.
mana shu releli chiqishni qaysi voqeaga bog'lab berilishi shu yerda berilgan. F108 mana 1 da turibdi. 11 ga qo'ysam chastota, keling 11 ga qo'ying. Mana 11 ga qo'ydim. Chastota biz belgilab bergan qiymatga chiqsa, ana endi bu ishlaydi. Mana buni qayerdan beramiz? F12 ekan chastota, o'sha chastota. F112. Keling 10 ga qo'yaylik buni tekshirish uchun. Keling endi tekshiramiz. Mana zavодской настройкani men o'zgartirdim, start beraman. Endi yonmayapti bu. Yonmayapti. Chastotani 10 belgilab berganman. Ko'taramiz 10 ga. 10 Hz bo'lganda demak nima? Relay ishga tushdi. Mana uni bildiryapti indikator. Mana ba'zida chastota tez ko'tarilib borganlarda nima 10 dan tez o'tib ketib qoladi mana. Va bunga bog'lab qo'ygan boshqa avtomatikamiz ishlab ulgurmasligi mumkin. Qanaqa bo'ladi mana? Bitta lip qilib o'tib ketib qolyapti. Bunda ishlab ulgurmayapti-ku desa, bunga ham bor. Chora bu yerda etilgan, ya'ni bir diapazon belgilab berishimiz ham mumkin. Ana u qayerda ekan? F1 13 da ekan. F1 13-parametrda diapazon belgilab berishimiz mumkin. Keling. Mana F1 13 4 Hz belgilab beraylik. Diapazon belgilab bersak 4 Hz qilib nima bo'ladi? 10 Hz o'zi biz xohlagan chastota bo'lsa, chastota tez oshib borganda birdan 10 dan o'tib ketgani uchun mana bu signal lip etib yonib ulgurmayotgandi. Ana endi diapazon 4 Hz berganimiz nima? O'zi yarmida turib oladi. Ya'ni 4 Hz deganimiz berilgan 10 Hz ga 2 Hz yetmasdan yoqadi va 2 Hz o'tgandan keyin o'chiradi. Ana unda bemalol odam ko'rib oladi uni, voqea sodir bo'lganini avtomatika ishlab oladi, endi ulguradi. Endi sinab ko'ramiz, ya'ni yoqamiz. Mana endi mana davomli 8 dan уже yoqib, mana 8 Hz bo'lganda yoqib 12 Hz ga o'chyapti. Chastotani mana tez ko'targanimizda ham demak, keling mana chastotani tez ko'tarilganda ham bu yonib ulguradi. 8 dan boshlab yonib 12 gacha. Qilib qo'yish mumkin. Mana bu qayerda kerak? Buni hayotdagi ahamiyati, hayotga tatbiqiga kelsa, bu juda ham qulay. Ya'ni ASUTP muhandislari, shu avtomatический sistema управления texnologik protsessor deydi. ASUTP muhandislariga bu juda ham qulay, kerakli funksiya hisoblanadi. Masalan, bir toshni maydalaydigan drabilkalar, mana katta-katta toshlarni maydalab, cleaners qilib sotadigan korxona deylik. Katta shag'allarni tushiradi, uni tegirmonlarda, drabilkalarda maydalab, cleaners qilib sotadi. Ana shu yerda nima? İlk yoqilganda ertalab ishchilar kelib ishga o'sha drabilkani ilk yoqqan paytida nima? Sekin mahaviklari sekin razgon olib, mana bunaqa urib maydalaydigan joyi ma'lum bir razgon olish kerak. Tezlanib olib, ma'lum bir chastotaga chiqib olgandan keyin toshni solishni boshlash kerak. O'sha toshni demak klapinini ochib yorib, ichiga tosh solishni boshlaydigan klapinni mana bunga bog'lab qo'yilsa, nima bo'ladi? Biz belgilab bergan chastotaga chiqmaguncha nima qiladi? Mana buni qo'shmaydi-da, toshni yoqtirmaydi. Yoqishiga yo'l qo'ymaydi. Bu bilan nima? Anchayin
tashvishni oldi olinadi. Bundan oldin ishchilar bilmasdan turib, tajribasizligi bilan xayoli ketib nima qilardi? Masalan, baravar ikkalovini yoqib, hali razgon olmasdan tosh ichiga tushib ketgandan keyin nima? Motor razgon ola olmay qolardi, toshlar tiqilib, g'ing'illab qolib, o'chib qolardi. Keyin uni bo'sha, tepasini och, ichiga tushgan tor joydagi toshlarni tozala bilan kechgacha ham ulgurmaydi. Juda katta tashvish bu. Ana shuni ahamiyati shu yerdaki, bog'lab qo'yilsa, o'zi avtomatik oldin razgon olib, anchayin razgon olib, asosiy katta dvigatel masalan 30 Hz ga qo'yilgan bo'lsa, 30 ga chiqib olgandan keyin o'zi boyagi toshni padachasini yoqib yuboradi o'zi. Mana bu indikator o'rnida ana o'sha padachani klapini ulab qo'yilgan bo'ladi-da, o'zi avtomatik yoqadi va mana jarayon avtomatlashdi va anchayin noqulaylikni, tashvishni oldi olindi. Bittasi bu bo'lsa, ikkinchisi shuni xohlasam men tokka bog'lab qo'yishim ham mumkin. Mana bu bundan ham qulay, bundan ham kerakli funksiya. Tokka bog'lab qo'yishim bu nima? F108 F108 parametr shunga ajratilgan, shu mavzuga bag'ishlangan. 13 ga agar qo'ysam, nima deyapti? Tokka bog'langan bu. Ya'ni bir nimadir ishlab turganda toki o'sha qiymatga yetib borsa, mana bu signalni chiqaradi. Bu qattiq qulay desa, masalan, yog' oladigan mana pistani yoki chigitni, paxtani chigitini ezib yog' oladigan moy juvozlar deymiz, ekstruderlar. Shinekka demak dozatori bor, dozatordan pista tushib turadi yoki chigit tushib turadi va u ezib bir yog'idan yog' oqadi, bir yog'idan kunjarasi chiqib ketadi. Ana o'sha joyda ham nima? Juda ko'p noqulaylik shu avtomatlashtirilmaganidan korxonani rahbariga ham juda noqulay, qiyinchilik, ishchilarga ham ko'pincha nima bo'ladi? Dozatordan bir me'yorda tushmaydi-da. Ba'zida ko'p tushib ketib qoladi. O'sha pista va shinek to'ladida zo'riqib ketib qoladi. Liq to'lib zo'riqib ketgandan keyin nima? Kuyadi, ishqalanib kuyadi. U kuyindining mazasi yog'ga o'tib qoladi. U yog'ni keyin xaridorga sotsa, yog'iylardan yomon maza kelyapti, kuyindi maza kelyapti deydi. Va hokazo. Mana buni lineyni to'g'irlash qiyin, chunki bunkerlarda nima? To'ldirib qo'ygan pistani, pista baland paytida ko'proq tushadi, bunker yarim bo'lganda kamayadi o'z-o'zidan, bunker oxiriga yetib qolgandacha oz tushib qoladi. Ana shu noqulaylikni nima? Tok orqali boshqarish eng zo'r yechimi. Ya'ni bu yerda mana shuni ishchilar yonidan keta olmay, ertalabdan kechgacha bitta ishchi ruchnoy qarab o'tirish kerak-da. Mana buni to'xtatib, ochib, to'xtatib, ochib. Ana endicha shuni ekstruderni shinegini tokiga bog'lab qo'ysa agar, tokini belgilab beraman, nima bo'ladi? O'zi zo'riqib ketsa, men o'sha eng ekstruderim moy siqayotgan shinegim eng optimal rejimini kiritib qo'yaman-da bunga. Bo'ldi, o'shandan sal zo'riqib ketsa nima qiladi? O'zi avtomatik signal chiqaradi-yu, mana tokka bog'lab qo'ysam, endi mana shu indikator o'rnida pistani, chigitni bunga to'kib turgan dozatorga ulanganda faraz qiling. Nima qiladi o'zi? Kerakli amperdan biroz zo'riqdimi, dozator uzib qo'yadi. Amper joyiga qaytdimi tok, dozatorni yoqadi. Mana shuna qilib avtomatik o'zi ochib, yopib bir me'yorda buni shinekka to'ldirib turadi, moy tiniq rangda chiqadi, ishqalanib kuymaydi, kuyindi rang bo'lmaydi. O'zi avtomatik dozani, demak, bunker to'la paytida tez-tez ochib yopadi, bunker yarim bo'lganda davomliroq ochib qo'yadi. Umuman nima? Shinekka zo'riqishidan, o'sha zo'riqishi nima ifoda qiladi? Shinekka zo'riqib ketyapti, ichi to'lib ketib qoldi deganini nimadan bilish mumkin? Tok shuni namoyon qiladi. Motorni zo'riqishi, shinekka zo'riqishi degani bu motorga ulanib turgani uchun motorni zo'riqishi degani. Motorni zo'riqishi degani texnik tilga o'girsa toklari amper oshyapti degani. Demak, amper bo'yicha mana bu eng qulay punkti, menga ko'ra 13-punkt. Tokka bog'lab qo'yilsa,
hayotimizda bizga ancha tashvish bo'lib, ancha noqulay bo'lib turgan juda ko'p texnologik jarayonlarni avtomatlashtirib qo'yib, ana o'sha yerda bitta ishchi ham kerak emas endi o'zi avtomatik ochib, yopib, o'zini o'zi zo'riqtirmaydi. Bu nima degani? Berilgan nagruzkada ishlab turadi. Hech o'zini zo'riqtirmaydi. Boshqa ishlar bo'lsin u. Bir nimalarni tortayotgan bo'lsin, temir zavodlar bo'lsin va hokazo. Hech qachon o'zini o'zi zo'riqtirmaydi. Zo'riqishi bilan relay ishga tushib ketadi va mana shu relayga siz nimani bog'lashingizga qarab, u sirenami, u dozatormi, u tortib turgan mexanizmmi va hokazo o'zi o'chib, yonib, avtomatik boshqarilaveradi. Mana shu demak chastotniklarni relay chiqishini mavzusi, temasi asosan mana shu yo'nalishda bo'ladi tasavvur uchun. Va bu yerda e'tibor qilinsa, bu analogiy chiqish, ya'ni ichida fizически kichkina kontaktor turibdi. Mikrokontaktor turibdi ichida kichkina. Ovozi ham chiqadi shuning uchun tiq qilib va ishlayotgan paytida. Mana bu endi juda ko'p marta o'chib yonadigan joylarda biroz noqulayligi bor. Juda ko'p marta o'chib yonsa kuniga yuzlab, minglab marta o'chib yonadigan jarayonlar bor-da. Kuniga minglab marta bo'lganda har bir tiq qilganda ichida kichkina duga chiqib va elektr yoyi chirs qovurib bora qorayib nima kontaktlarni yuzalarini ishdan chiqarib, umuman signal bu miyasi ichidan buni qo'shsa-da kontakt qorayib ketgan hisobiga mana bu yerda signal chiqmay qolishi mumkin. Shuning uchun nima qilish kerak? Iloji bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri ulash kerak emas-da, orada bitta pромежуточный relay qo'yib va bu kichik tok bilan mikroamper arzimagan mikroamper bilan pромежуточный relayni katushkasini boshqarsin. Pромежуточный relay o'z navbatida endi boshqa jarayonlarni boshqarsin. Shunda nima bo'ladi? Mikroamper oqqani uchun bu yerda duga chiqmaydi va umri uzoq bo'ladi. Va mabodo mana bu zanjirda qisqa tutashuv bo'lib qolsa ham, o'sha qisqa tutashuv to'g'ri kelib chastotnikning ichiga kirib ketib qolmaydi va ichidagi o'zini plataga qotirilgan ana o'sha suxoy kontakt deganimiz mikro kontaktorini ishdan chiqarib qo'ymaydi. Orada pромежуточный bo'lsa qoladi. Har qanaqa kezi mana shundan bu yoqqa o'tmaydi. Shuning uchun albatta tavsiya qilinadi. Mana bu signallarni to'g'ridan to'g'ri sirenalarga, to'g'ridan to'g'ri katta bizga xabar beradigan lampochkalarga, to'g'ridan to'g'ri dozatorlarga emas-da, orada pромежуточный relay bo'lsin. Buni boshqarsin, pромежуточный relay u yog'ini boshqarsin. Ana shunda ham juda ko'p, juda tez ishlaydigan jarayonlar bo'lsa, farazan, mabodo juda ham tez ishlaydigan, unga ham bor yechim. Bu yerda nima? Mana shu relay chiqishni bu mikrokontaktorli chiqish bo'lsa, mana DO1 digital out bor, raqamli chiqish, bu yerda tranzistorli chiqishi ham bor. Xuddi shunaqa, buni ham belgilab berishim mumkin. Buni ham chastota falon joyga yetsa signal chiqsin deb o'zimni qo'limda. Mana bu yerda 27 ta o'zimga ixtiyorimga qo'ygan. 27 ta voqeani men bog'lab qo'yishim mumkin bunga. Sifrovoy chiqish, raqamli chiqish deydi o'zbekchasiga. Bu tranzistor bo'lgani uchun o'tda ochib yopayotgan narsa. Ana endi nima bo'ldi? Juda ham bir har sekundiga 2 marta o'chib yonadigan jarayon bo'lsa ham farazan tranzistor radio elektron qurilma bo'lgani uchun o'tda elektr yoyi, umuman qo'zg'aladigan kontakt hech qanaqa bunaqa narsalar bo'lmay elektron tarzda ochilib yopilgani uchun hattoki tranzistorning qobiliyati sekundiga u nafaqat bitta ikkita, sekundiga 10 ming marta, sekundiga 20 ming marta. Qarang, qanaqa katta tezlikda ochilib yopila oladi, qo'shila oladi. Mana bu tranzistor uchun qiyin ish bo'lmagani uchun nima qilinadi? Mana shunaqa tez farazan bir jarayon bor ekanda, juda tez o'chirib yoqirish kerak ekan uni. Chastota sal oshishi bilan o'chirib tushishi bilan ana o'sha joylarda nima? Mana bu oyoqlarga emasdi, DO1 mana. Digital out 1. DO1 dan agar olib chiqsam, ana o'ta tranzistor turgani uchun bemalol sizga kun davomida minglab marta kun davomida
10 minglab marta o'chirib yoqaveradi. Bu yerda duga yo'q, yoy yo'q, iznos yo'q, harakat yo'q, yedirilib ketdi, sinib tushdi degan narsalar yo'q. Mutlaqo elektron tarzda amalga oshirilgani uchun ana shu qulayliklari bor. Demak, chastotniklarni terminal blokidagi mana buni bizga funksionalniy kilemniklar shular. Hayotimizga demak texnologik jarayonlarni avtomatlashtirib, optimallashtirib o'zimizga juda qulay qilib olish uchun ajratilgan mana shu funksionalniy kilemniklar, shuni terminalniy blok ham deydi. O'sha terminalniy blokda ajratgan mana shu yerdagi 4 tasi demak releli chiqish ekan va u qaysi voqeaga bog'lab qo'yishini bizni ixtiyorimizga qo'ygan ekan va mana hayotiy bir ikkita misollar bilan tushuntirdim. Juda ham demak qulaylik qilsa bo'lar ekan boyagi ishlab chiqarishlarda, bir zavod, fabrikalarda. Mana shunaqa qulayliklari bor ekan. Demak, mana shu bilan bu mavzuyimiz, releli chiqishga bag'ishlangan mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kommentariyalar ochiq, qo'shimcha savollar bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin va keyingi bu turkum darslarimizni keyingi qismlarida, keyingi funksiyalarida bo'yicha mavzularda ko'rishguncha deb qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.